Ona! Ha! Oyligim tushdi, dadam bilan sizni eng qimmat restoranga bormoqchi edim o'zi. Ayting shuni dadamlarga. Shuni men aytmay. Ha, Irisku. Hassiz. Ha, nima bo'ldi? Kaltak yemay og'riqni his qilganmisan? Urdilarmi? Yo'q, dadangni har bir so'zi kaltak deb o'tadi-ey. Undan ko'ra urgani yaxshi-da. Undan ko'ra mana chala qolgan uchastkangni bitirdi yotibdi. Hay, qilamiz do'stlar. Ona oylikni tayyor dadamlarga ayting, ikkovlariga borib moshincha olib beraman o'zi. Yana men aytamanmi? Nima qilalar, go'shingiz yeylarmi? Go'sht yemaydi, quloqni yeydi. Bo. Mavilla. Uni puliga sunnat to'y qil nevarangga dedi. Qulog'ingizda paxta qayerdan bilasiz sunnat to'y deganlarni? Bunday qilib tilingni kesaman demagandir. Ona! Oldin aytib qo'y, otangga hech nima deb gapirmayman. Qilsang o'zim gapir. Zominga to'qqa aylantirish bo'lib chiqmoqchi edim-da. Ersiz bo'lsa qo'ymas ekan. Yo'q, qo'yadi. Ha, yur unda ikkalamiz. Davay. Ana uni Zafarov Premium oilaviy dam olish maskani. Aynan ey bolam, maqtaganingcha bor ekan, arziydi. Ha, Havoni qara, havoni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz bolam? Bitta yaxshi xonangizdan bering. Uncha shinam. Men raqs qilaman deymi? Ona tabiatni qarang, havosini qarang, tozaligini. Ey, kallangni ishlat bolam. Zomin bo'ladi, toza bo'lmaydimi? Zavtrak nima qilamiz ona? Pasta restoran bor-u, ertalab tekin. Voy, bilib oldim, pasta ertalab tekin ekan zavtrak. Mutqolni tez ulguraylikmi bo'lsa? Ona, dadam plastiklardan 3 million ishlatdik-ku, o'shani o'zingiz ayting hozir. Pashshol idikka cho'rtdi. Bir telefon gel demedin hop. Oynay desem bahanalaring seni juda ko'p.